2026 yilgi yangi Ravon 2 bu zamonaviy dizayn, tejamkorlik va qulaylikni birlashtirgan shahar avtomobili bo'lib, O'zbekiston avtomobil bozorida katta qiziqish uyg'otmoqda. Yangi model o'zining yangilangan tashqi ko'rinishi va ilg'or texnologiyalari bilan ajralib turadi. Avtomobilning old qismi zamonaviy LED chiroqlar, keng radiator panjarasi va aerodinamik bamper bilan jihozlangan. Orqa tomonda esa chiroqlar dizayni o'zgartirilib, yanada zamonaviy va sport uslubida ishlangan. Umuman olganda, 2026 yilgi Ravon 2 dizayni kichik hajmli avtomobillar orasida eng chiroyli va jozibador ko'rinishga ega. Salonda esa haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratilgan. Yangi multimedia tizimi, 7 dyuymli sensorli ekran, Bluetooth va usb-ulanish imkoniyatlari mavjud. Shuningdek, avtomobil konditsioner, elektr oynalar va orqa ko'rish kamerasi bilan jihozlangan. Texnik jihatdan Ravon 2 1.25 litrli benzinli dvigatel bilan ishlaydi. U 85 ot kuchiga ega. Avtomobil 5 pog'onali mexanik yoki avtomatik uzatma bilan ta'minlanadi. Yoqilg'i sarfi juda tejamkor. 100 km masofaga atigi 5 litr benzinni iste'mol qiladi. Bu esa uni shahar sharoitida juda qulay qiladi. Xavfsizlik tizimlari ham e'tiborga olingan. ABS, oldi va yon xavfsizlik yostiqchalari hamda tormoz yordamchi tizimi bilan jihozlangan. 2026 yilgi Ravon 2 o'z sinfidagi eng ishonchli, ixcham va arzon avtomobil bo'lib, yangi haydovchilar va oilaviy foydalanish uchun ideal tanlov hisoblanadi. Narxi hamyonbop bo'lib, sifat va qulaylik uyg'unligida eng yaxshi natijani ta'minlaydi. Agar siz shinam, zamonaviy va tejamkor avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, yangi Ravon 2 aynan siz uchun.